Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni ishga tushirdik. Bu 20 kilovatlik obyekt bu yerda. Shaharda ko'rib turishlaringiz mumkin. 16-etajda bu. Toshkent shahri Qushbegida. Hop, ya'ni Yakkasaroy tumanida. Panellarimiz yanima biz bir remont ketyapti, hali uy bitmagan. Bu yoqda panellarimiz davom. Uy tepasida joyida cheklangani uchun maksimal darajada sig'dirishga harakat qilganmiz. Ishlab turibdi. Bu yoqda ham bor. Bu ko'p qavatli binoni liftini rasxodini, ya'ni iste'molini qoplab turadi. Bu yoqda invertor bilan shitdeb ko'rsataman. Ana lift. Bu yoqda biz invertorimiz Songrov 20 kilovatlik. Himoya avtomatlari mana yig'ilgan. İşlep turibdi mana. Ya'ni ishlab turibdi deb. Hozir bitta faza yo'q. Bitta faza kelgandan keyin ishlash davom etadi. Hozir o'chirib qo'yganmiz. Buni o'chirib qo'ydik. Hop. Kimga bizning xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin.